Tönögün keş, men keng yaylıqqa berip düşüp qaptımı? Bizning köygünümüz değil şu. O orbandaki dostlarını taşlap kesqandaq buludu. Men uzun oyunlup bugün bir qararga keldim. Men bilemen. Sen ecdadının zıminini tapmakçı. Sen hazır çoğun boldun. Eğer xalısan, men billa baray. Sirtlanma kepti. Sinba'nın tırgı pıravatıdın. Bu gepçe, endili kepti de. Ulan neyimiz dep kelgendi o. Hacep cimcit bop ketdi o. Ulan keldi mümkün olaylı. Yok ol, bu yerde turuşqa yoqqan yok. Kuntuldum ha, ben bu yerde aval kelgen, bu yer benim. Bu yani ben aval bayıqlığa. Bu şeyini ovu yasayman. Degilimni qiliman. Men aval bayıqlıgan. Bu kamanı men aval bayıqlıgan. Onun üstüge men kirip buldum. Sen keyin geldin. Çapsan yuqal. Üstüne kamak gir. Başka amalın yok. Yuqal. Üstüne gir. Ham xiyal qilma. Men bu yerden ketmeyman. Keymayman. Yolsuz neymi sen? Ha? Ey, terakte işki kama baki, talaşmağla. İkimiz buş kaman talışıvattımız. Men aval kirgen. Aval kirsanin boptu. Özara yol koyuşunla, keyin balılık boğanda kaysınla işçen bolsanlar şu hoşunsığı yardam kılıdı. Elbette men işten yugan tuxumdan atıgım men. Bu yaxşı gep buldu. Sınba orman padişahı buludu. O akıl parasetlik. Men senin balağını bir kışıp berimen. Men mi senin balağını bir kışıp berimen? Əplişib qaldı. Pek yaxşı boldu. Əmdi biz yügürüşüp geleyli. Qarısam sen bek parasetlikken. En yeni haber. Akşamlık çoğunkuran taşta alilerin ıslak dedi ama gibi varken. Emala bir alay bağımı sanla banmaydı. Nemi gep gel, hadi gel. Aldım Allah. Akşamlık kavuksular. Baraylı, ben barmen. Tinişlinler. Alileri uruş bolu diken, biz mi uruş katmışaylı? Sizler batır boğununla bilen herkes uruş kılanmaysızlar. Nemişka? Dostlarga çapsan xabar qilinglar. Simsiz radio orqali
xabar tarqıtыңlar. Nima? Yo'lbos Sинбаga urush qo'zg'amdi ekan. Sинба texi yosh tursa, bu ishni darhol ko'pchilikka xabar qilay. Muhim xabar. Serkon Sинбаga urush qo'zg'aydi ekan. Rasmo, Bu xabarni ishonchli yerdan egilagan. Serkon urush qo'zg'ash qilib olamdi ekan, qani ko'ramiz. Endi uning bilan hisoblashaylik. Cherchening degani to'g'ri. U xumparni cho'qim mag'lub qilaylik. Cho'qim. O shafqatsizlar ish qiladi. U o'z-o'zini halok qiladi. Oxiri keldinglar, Sинба, Bimbo. Nima ish bo'ldi? Serkon sana urush e'lon qildi ekan. Uninga kim o't bilan o'ynasa shuni qo'li ko'ydiganligini uqtirib qo'yaylik. Bu xabarni kimdan oldinglar? Kimdan oldinglar? Bu xabarni Cho'meli xonish oliylari simsiz radio orqali tarqatibdi. Serkon seni o'rmondan qo'g'lab chiqarmoqchi. Xabarim bor. Cho'melilar elektr to'lqini orqali bu xabarni butun o'rmonga uqtirdi. Yo'lbosning urush e'lon qilishiga maqsadi o'rmonga xo'jayin bo'lishgan. Sen mi anladingmi? Yo'lbosdan bir qilishni qilyapti. Ben xo'sh olmat. Sizlar bu Sинбаны qo'g'dig'ili kepsizlar. Bu botirlig'inglarni taqdirlash kerak. Bu qilish ishimiz. Bu bizga muhtoj. Diqqat qil, Sинба. Oldingda uchiq turgan eshik bor. Kira. Qo'rqma. Menga pushaymon qilmaysan. Qara Sинба. Bu plash sen tarafga uchib kelyapti. Bu sirliq yepinchini faqat o'rmon podshohi yepinchaqlay oladi. Sen uningga munosib, u mu sana loyiq keladi. Nima ishqa menga munosib? Bu plashni kim yepinchaqlab olsa, uni hech kim ko'rolmaydi. U 10 metr doiradagi narsalarni qo'g'diya oladi. Bu sirliq plash seni qo'g'dab kang yayloqqa opirdi. Ondan barliq sehri kuchini yo'qtidi. Sen cho'ng yayloqqa borgandan keyin u yana qo'limga qaytib keladi. Biroq uning xosiyatini ko'rish uchun afsun o'qishing kerak. Shunda qilgandilar u o'z karomatini ko'rsatadi. Hey! Menga nima ish qilib tikilib qaraysizlar? Yepinchaqlivog'ining qandoq plash? Bekchiralik ekan. Shundoq. Kesmay talamanki, bu o'rmon podshohining plashi, to'g'rimi? Bu plashning hammamizga foydasi bor. Uni yepincha qilib olsam, meni hech kim ko'rolmaydi. Dunbanga chiqib obdanroq ko'rib olsam bo'pti ekan, ha? Bekchiraylikka shundaqmi? Nadi topdi? Bunda qimmatli sovg'ani kim berdi sana? Cho'qim Apol berdi. Shundaq. Rahmat Apol. Bizga mana shunday qimmatli sovg'a beribsiz. Men ko'pchilikka vakolatdan qimmatli sovg'a berganingizga hech qanday aytaman. Sинба yayloqqa sog' salomat bervasli bo'ladi. Apol, siz buyuk taraf podshohi. Dikkat! Maymunlar sayla zeklib kelyapti. Bu ben qo'rqinchli ish. Ular biz tarafga etilib kelyapti. Qanday mudofaa ko'rsak bular? Qo'rqmanglar. Sirliq plashni ishiltinglar. Kelinglar. Men bilan binglar. Hammanglar Apol bergan plashni ostiga yig'ilinglar. To'g'ri, chopsan bo'laylik. Rahmat sizga Apol. Qaranglar, ular keldi.
Ular bizga hujum qilmoqchi. Bu nima? Nima degan jiqtab qush bu? Qoralığlarını elib ularni tutinglar. Her qancha tez qaçsanglarmı sizlarni tutib olamiz. Nimaga turasizlar? Tez qo'llanglar. Ularni maymunlar. Ular bizni qo'rshibdi. Sizlarni qarshib oldik, endi qochanmaysizlar. Qochanmaysizlar, taslim bo'linglar. Qochanmaysizlar. Bu yoqqa mininglar. Qo'laylik. To'pon! Bo'linglar. Plashni sikrayinglar. Ma'qul. Gözümüzde cidden çıktı mı ya? Yine tıllanlaydıgan buldum da. Endi tutulaylı devidik birden de kayıp oldu. Yollasa alileri kapı buldu da bundan buluşuk işenmeydi. Yak. Onu tutula! Nime? Gözüm torduş kaldı mı benim? Vay. Hey, sarang buldunlar mı? Bo'ldi, bugun mishagichi bo'lsin. Yuringlar. Ben qiziq oldu. Ulan ne bir şeyini uqamay kaldı. Bu kalvalar nemişlarını kıldı? Alileri onlarını tutayla da dursak yo'qolib ketdi. Nima? Yo'qolib ketdi? To'g'ri, g'ayib bo'ldi. Jaddet nemikensen go? Alileri qaraslar, piyoda oyoq qisib turdi. Ular ijroga ketamabdi. Tapalıqdek emas. Tak chiqib ketibdi. Tap kuşku xabar qil. Osmonni turib izlisin. Cho'qim tapalaydi. Aliler. Mağanmadım. Ben özelden takı çıkıp bakmağan. Bilaman. Qarong'i tushguncha manzilga yetib olaylik. Ben mi Muhammed'im? Tak chiqish o'zini ko'ndirishi kerak. Baro. Bira önkür tepip mi kıvalaylı? To'g'ri, o'nkir tepib shu yerda tunaylik. Ben ölüp kettim, koşuğumu ölüp gitti. Men izlab baqay, sizlar ketmay turinglar. Sিনবা, bizni tashlab qo'yma, baldir qaytib kelasan. Nima? Menga ishonmayapsan? Yo'q, qaytib kelganini bilmay cho'qib qaytib kelsam qo'yamdi. Baldir qaytib kelmoqchi edim. Selva usti. Bu yerda ko'rik bormi? Meningchi yo'q.
Sırlıq plaşni qoldurub qoysang biz bexatar bo'latdik. Синба, nim bo'lding? Chiroying boshqa cho'p ketdi-ku. Yaxshi gap bo'ldi. Plashni sana beray. Sen bek yaxshichimu? Endi bexatar bo'ldik. Xo'sh bo'l, Sинба. Xo'sh. Do'stlar, Endi sen qo'mondonlik qil. Men uning qo'mondonligiga bo'ysunmayman. Nima shu? Boshqa qilish kerak-da. Синба, ishga taqoldi. Ularni endi tutib olgan bo'ldi. ular besib kelsa chapsam plashning ostiga kirib elinglar. To'g'ri dedim. Ular kelib Ular nima qotdi? qarag'ani bu bomig'idek. Men bo'lmaydiganligini bilakdim. Sинба ishni o'qitib qo'yish undaqa o'xshaydi. To'g'ri, o'gitib qo'ymagan. Qana qilamiz. Chapsan amal topayli. Qo'sig'im menga yechib ketdi. Agar Sинба kelmasa, tugishidi ekanmiz. Ular nima qotdi zadi? Bu plash qog'i kelmayotdi. Ular aqldan azg'an o'xshaydi. Faqat bilayli. Bu plashning bir xosiyati bor. Amal qilib biz chiqib ketaylik. Qanday biz chiqib ketdimiz, ha? Dikkat, ular kelyapti. Hujum qiladi. Qaranglar. Senlarga bo'lsa ko'mayman. Qo'yacağım. Çıksın bu. Tez qochayli. Tez. Bu tezga. Vay vay vay. Asimiz meka bular. Meni qo'yma. Chapsan Sинba xabar qil. Sinbani izlayli. Ma'qul. Bu o'nkir bexatarga. Sinba chapsan bo'l. Sertlan bilan maymunlar do'stlarimiz hujum qildi. Sинба, kerakini tutish baqayli. Bu mutham, ablah. Sинба keldi. Sинba. Sинba qutuldirgan. Chapsan, plashni ostiga kirib elinglar. Qara. Bu neymiş? Alelere karısılar ulan yıkıp gitti. Bayağı işenmeyettiler.
Bu degan sehrigarlik. Sehrigarlik. Voy. Bayımı şundaq yo'qolib ketganmi? To'g'ri. Og'zingni yum. O'zlari ko'zlimi? Uni tepgan. Chopsam bu. Çirçi. Topum. Hali ovuçlukta topunu izleyatdı. Men bilan birga top oynamsizlar. Sizlar bak obdan. Men top oynashga bak amroq. O bak umaq. Şundaq. Bichora Chirchi. Obdan uxla. Men önkürünü tekshirib baqay. Sınba, to'g'ri deding. Shundaq, Sınba. Hozir ko'pchilikning umidi senda qoldi. Sınba, cho'qim sog'-salomat bu yerdan ketishimiz kerak. Dikkat! Ular önkürünü ağzını saklavatdı. Hazırlı biz fikrimiz mi aileleri? Yo'q. At deganda bir gap bo'lsin. Ular ichirqab ketganda chiqidi. Shu chog'da ularni joylaydi. Xo'p, aileler, ular hazırlı karar qilib o'tdi. Sapava kirayotgandek qiladi-ku. Bu yerda chiqish yig'izi bor ekan. Cho'qim musha tarafda. Sınba bu önkürde ikki chiqish og'zi borligini payqadi. Ular oxir Serkon qatorliqlarning hujumidan qutuladigan bo'ldi. Undan keyin yana qandaq ishlar bo'ladi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar.